Hürmetlik vatandaş, leksiyalarımızı davamlaştırmamız bugünkü islağa. 2020 yıl 8. ayının 26. günü. Yukarı leksiyaga münasebetlik, mesela en yüksek bolgan da, mesela konkretlaştırsak Uyg'uristondagi kishilik huquq dafsandichiliklariga nisbatan irqiy qutilish degan jinoyatni Amerika Qo'shma Shtatlari muhokama qilyapti. Shundoq bekitgan aman Uyg'uristonga harbiy harakat bilan aralashadi. Eng yuksak tanlash harbiy harakat bilan aralashadi. Tabriklayman Uyg'ur vatandoshim sizni vatan ichida, vatan sirtida Uyg'ur vatandoshim tabriklayman sizni. Allah Amerika Qo'shma Shtatlari nusrat ato qil Allah. Uyg'ur xalqining tushiga sol. Bugun Uyg'ur xalqi tush ko'rsin. Tushida dal mushu siyosatni ko'rsin. Tush ko'rsin. Tushida dal mushundaq prezident Trump hukumatining qarorining tasdiqlashini ko'rsin. Allah madad ber Uyg'urga. Madad ber Amerika xalqiga va uning prezidenti Prezident Trump hukumatiga. Endi men tayyorlagan leksiyaning davomida Jungo'ga 3-xil ko'z bilan qarash. Sanshi xalq nashriyoti 1984-yil Abdore Loyinger Xitoycha ismini shunday tarjima qildim. Abdore Loyinger Germaniya zamonamizdagi eng atoqli Xitoyshunos. Bu kitobning 267-betida mundaq naql keltirilgan. Biz haliqa konu masalaga qaytib kelaylik. Dunyoga yetib keladigan keyingi tahdid zoda qayerdan keladi? Dunyoga tahdid shakllantiradigan davlat va rayonlar zoda qanday shartlarni hozirlagan bo'ladi? 1984-yili 11-oyda Amerika Qo'shma Shtatlarining sobiq davlat mudofaa ministri Weinberg apandi butun Amerika axborot klubida so'zlagan danglik nutqida yana Amerikaning chet ellarda harbiy qo'shin ishlatishining 6 prinsipi to'g'risida so'zlagan nutqida mundaq ko'rsatgan edi. Birinchi, alayda urushdan boshqa yoki fursat bizning davlatimizning, ya'ni Amerikaning manfaatiga intayin muhim deb qaralganda. Yakundaq bo'lmaydi ekan, Amerika Qo'shma Shtatlari chet ellarda harbiy qo'shin ishlatmaydi. Ikkinchi, faqat g'alaba qilish ideyasi ro'shan bo'lgan ahvol ostidalar. Ondan chet ellarda harbiy qo'shin ishlatishga bo'ladi. Uchinchi, urushni yo'lga qo'yganda aniq belgilama, siyosat va harbiy maqsad bo'lishi lozim. To'rtinchi, o'zliksiz yangi qiyos va farazlar bo'yicha zarar topilganda tartib kesalash elib berishi lozim. Beshinchi, bu albatta Amerika xalqining va Amerika xalqi saylab bergan davlat majlisi a'zolarining qo'llashiga erishish lozim. Oltinchi, bu albatta eng oxirgi bir yurish bo'lishi lozim. Loyinger mundaq davomlashtirdi. Radikallashgan ideologiya g'ayriy mantiqiy iqtisodiy siyosat keltirib chiqargan moliyaning gumron bo'lishi, g'ayriy demokratizmlik, ya'ni mustabidizmlik siyosiy qurilma va siyosat belgilash shakli, ko'ngildagidek, ya'ni g'oyaviy bo'lmagan kishilik huquq ahvoli hamda yuqorqi omillar keltirib chiqargan ichki va tashqi to'polon, qalaymakonchilik va urush. Balki bularning hammasi zo'r ko'lamlik urush vositalari bilan bog'lanib kelgan, masalan, yadro urushi, biologiyalik qurollar va ximiyalik qurollarni ishlatishga bog'lanib kelganda xalqaro aralashishdan saqlang'ili
bolmaydı. Şunlaşqı biz Cüngöne düşünüşümüz gerek. Germaniyalı Xitayşunas yüzünün yazgan kitabında muşu təhlilini qılğan idi. 1984-yılı. Endi hazır yani sizlerge ben yukarı haber ben başta ettim bu her bir arlaşış mümkünlüğü doğrusundaki haber. Tünügün düştüğün ki saat 4'te bayqıdım. Şunun deyken keçilep uflamay. Xitayla bunun qandaq inkas qaytırdı. Xitay demokratları bunun qandaq inkas qaytırdı torbetlerini arlap. YouTube torbetlerini anlap keçeçe uflamadım desem buladı vatandaş. Şunca Xitay demokratlarından bir kişi bu doğru yana qayta haber tayyar demedi. Ama mence axbarat sahnesi. Amerika Qo'shma Shtatlari hozir Cüngönen Uyg'ur musulmonlarini shafqatsiz bostirgan harakat qilmishini irq yo'qotish jinoyati deb bekitishni o'ylashyapti. Amerikada cho'ng saylam yetib kelgan bir paytda ikki partiyaning prezident nomzodlari Cüngöga qaratgan siyosat jihatda qani kim qattiq qo'llaydigan raqobatni qanoat yoydirdi. Demokratlar Partiyasining prezident nomzodi Joe Biden ham buni qo'llaydiganligini bildirdi. Bu harakat prezident Trumpning qaroriga ta'sir ko'rsatdi. Mengjen axborot sahnasi. Bir saat ilgari YouTube 8 ayının 26 günü. Demek hazır Xipin Efendi tünçü bulup bunun inkaz qaytırıp ol Kudüs'ü televiziyasının xabariga inkaz qaytırıp qo'shimcha ve yan taraftan çıkıp bu xabarni e'lon qildi. Hurmatli vatandosh, yuqorida diqqat qildingiz. Hazır Amerika Qo'shma Shtatlarida muhokama ketyapti.